ajrashganman, lekin uylanmagan yigit bilan gaplashyapman. Unga tegsam baxtli bo'la olamanmi? Xalqimizda bitta gap bor-da, tengi bilan. Chunki nimaga shu gapingizni? Anetda 3 ta bolasi bilan ajrashib turib, lekin men erdan chiqqanga uylanmayman, qiz bola olaman deb, qiz bolaga uylanayotgan ba'zi bir qo'sh tirnoqchidagi erkaklarimizga gapirmaysiz? Nimaga o'shalarga tengi bilan sen ajrashgansan, xotin qo'ygansan, seni ham erdan chiqqan juvonga uylanishing kerak deb nimaga o'shalarga gapirmaysiz? Nimaga ayol kishi ajrashsa, u erdan chiqqan u, erkak kishi ajrashsa, u erkakchilikda deysizlar? Nimaga tengi bilan deb o'shalarga ham aytmaysizlar? Keyin yana bitta narsa bor. Tengi bilan deb gapiribsiz. Allohim shunaqa zotki, siz taqdiringizga nima yozganini faqat u biladi. Ertaga nima bo'lishini siz bilmaysiz. Alloh shunaqa narsaga qodir, hamma narsaga qodirki, ani urib turgan yuragingiz ham, ani gapirayotgan tilingiz ham hamma narsani birinchi Allohdan so'raydi. Har bitta yuragingiz urishini uraveraymi deb so'raydi. Shunaqa narsa qilib qo'yishi mumkinki, erdan chiqqan xotinni shunaqa sevdirib qo'yishi mumkin shu yuragingizga. Unda sizni qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Qani o'shanda nima qilarkansiz? Nima qilib jakotda gapirmang. 1 soatdan keyin nima bo'lishini siz qayerdan bilasiz? Ana yuragingiz Allohning buyrug'ini qiladi, siz emas. Sizni qalbingiz, sizni ko'nglingiz, sizni yuragingizda urgani bilan Allohning aytganini qiladi. Nima qilib ajrashgan ayollarning dilini og'ritmang. Ayol kishining dilini og'ritish yomon.